Sharq Turkiston vaziyati va uning chiqish yo'li. 5 yanvar Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatining markaziy chapida har oy davomlashib kelayotgan oylik suhbat yig'ini o'tkazildi. Yig'inga Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatining bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon riyosatchilik qildi. Yig'inda Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati va bu vaziyatda nimalarni qilishimiz lozimligi temasida so'z qildi. Yani ma'nosini ko'pincha qarindoshlar biladi, shunday bo'lsa-mi? Alloh taolo hech qanday bir qavmni o'z holini o'zi duch kelgan ahvoldan chiqishni izlamasa, hali o'zini o'zgartmaganga qadar, irodasini o'zgartmagan qadar, xuy xarakterini o'zgartmagan qadar, muomalasini, yurish-turishini, turqini, tirishchanligini, atgan va oqshomligini o'zgartmaganga qadar Alloh uningga chiqish bermaydi. Onun halini o'ziga tashlab qo'ydi degan ma'no chiqadi. Yig'inda yana Sharq Turkiston Ulamolar birligi raisi doktor Ataullah Shahyar birlik va barobarlik haqida to'xtaldi. Yig'inning tafsilotini to'rimizdan ko'rib olasizlar. Azap. Ularga bir azap berdigan bo'lsam, iroda qilgan bo'lsam, meni oldida o'ltirgan, mening jinimni og'in, men shu fitnaga barobar qolmay dedi. وَاِنْ اَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِ غَيْرِ مَفْتُونٍ dedi. Men aşı fitnege bulaşmay, aşı milletinin kögen aş zor günüge kalmay, meni aldı da cinimle ağın, andayken olağını kısan, sen bilirse de vatın. Ma o Resulullah'ın duası, kardeşler. Mani oylap bakayla. Ma duaga Resulullah'ın ihtiyacı yoktu, bizim ihtiyacımız var, bizi göğütüvadı onu. Ama bu yerde ben duanı mı bir yerde demekçemez, ma'nın mezmununu demekçe. Demek ki, benim demek çoğunum şu, bir milletke Allah tarafından bir azap kelge vaxtıda istisnasız keldi kardeşler. Xitoy Afg'oniston va Tojikiston chegarasida harbiy baza salmoqchi bo'ldi. 7 yanvar Euro-Asiya net to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy Afg'oniston Tojikiston chegarasiga harbiy baza salmoqchi bo'lgan. Xabarda Afg'oniston yuqori darajalik harbiy amaldori Xitoy Badaxshon viloyatida Afg'oniston armiyasiga baza qurib bermoqchi bo'lganligi. Agar bu plan amaliylashsa, Xitoyning Tojikistonga mu harbiy mudohala qila oladiganligi. Xitoyning yuqorqi planlarining hammasini Badaxshon ta'minlash koridori qurilishi uchun elib berayotganligini oshkorladi. Xinhua agentligi xabarida oldingi oyda Afg'oniston davlat mudofaa vakillari Xitoy ziyoratida Xitoyning yangi baza qurib bermoqchi bo'lgan kelishimning allaburun muqimlashib bo'lganligi, ikki taraf uchrashishida barliq sohalarda bo'libmi harbiy ishlar sohasidagi munosabatni cho'nqurlashtirishni o'ylashganligi, harbiy bazaga ketarlik qurol-yarog', askariy kiyim, askarlarning qurollanishiga ketadigan barliq lozimatliklarni Xitoy ta'minlaydigan bo'lganligi bildirilgan. Xabarda Xitoyning chet eldagi Uyg'urlarning Sharq Turkistonga yiqilishidan qo'rqib, yuqorqi tadbirlarni elayotganligi, Xitoy baza salmoqchi bo'lgan o'rinlarning hammasi Xitoy ishg'ol qilib besib yotgan Sharq Turkistonga tutishadigan tog'liq rayonlar ekanligi bildirildi. Xitoyning bostirish siyosatlari Uyg'urlarda echinishlik tragediya paydo qilmoqda. 6 yanvar Tayvan ommaviy uchuri to'ri 4 minutlik suratlik film tarqatdi. Filmda Uyg'urlarning Xitoy elib borgan bostirish siyosatlari har xil asabiy, milliy bo'lgunchi, hatto terrorchi degan tuhmatlar bilan zulm qilishlari sababidan dunyoning har qaysi joylariga qochganligi, bo'libmi Uyg'urlarga nisbatan ta'siri yaxshiroq bo'lgan Turkiyaga borganligi, biroq Turkiyadami ishqi o'rinlashish, xotirjam yashash kapolatiga to'liq erishalmaganligi sababli Uyg'urlarning Suriya va boshqa rayonlardagi oshqun kuchlarga qatnashib qolganligi, Uyg'urlarda bo'layotgan tragediyalarning sababchisi Xitoyning bostirish siyosati ekanligi tasvirlandi. Muhojiratdagi Uyg'urlar xalqaro jamiyatga murojaatnoma e'lon qildi. 5 yanvar dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urlar Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga elib berayotgan irqiy ayirmachilik, sababsiz tutqun qilib atalmish tarbiyalash lagerlariga qamash, muhojiratdagi Uyg'urlar bilan Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning aloqa qilishini cheklash, Uyg'urlarni yiroqdan kontrol qilish qilmishlarini to'xtatish haqida xalqaro jamiyatning Uyg'urlarni qo'llashini talab qilib, murojaatnoma e'lon qildi.
Müracaatnomaning mazmuni birinchi Xitoy xalqaroliq ahdinomalarga xilof bo'lgan siyosiy tarbiyalash lagerlarini taqash. Ikkinchi vatan ichidagilarning chet ellarga chiqolmasligi va chet eldagilarning Sharq Turkistonga borolmasligi tipidagi sayohat cheklamasini bekor qilish. Üçüncü, chet eldagi Uyg'urlar bilan Sharq Turkistondagi Uyg'urlar o'rtasidagi pul, perovod, xat xabar, pochta huquqiga kafolatlik qilish. To'rtinchi, tuqqanlari chet ellarda turayotganlarning oilasiga bo'lgan nazoratni bekor qilib, normal telefon va boshqa ijtimoiy aloqa bexatarligiga kafolatlik qilish. Beshinchi, chet ellarda turayotgan har bir odamga qilingan yiroqdan kontrol va nazoratni bekor qilish. Tuqqanlarni go'ro'ga elish siyosatini amaldan qoldirish. 6. Uyg'urlarga qaratgan uydagi kompyuter va ko'chalarda telefon tekshirishni, turli murosimlarga kelganlarning soniga bo'lgan cheklimini bekor qilish va Uyg'ur Xitoy o'rtasidagi majburiy tuqqandarchilikni bekor qilish qatorliqlar bo'lgan. Xitoyning nurg'unlagan o'lkalari og'ir qor ofatiga uchradi. Turkiya ovozi radiosi Xinhua agentligining xabarini naql qilib, yangi yilda tunji yoqqan qorning Xitoyning sharqiy va o'rta rayonlarini og'ir ziyonga uchratganligini bildirdi. Qattiq qor va shivirg'an sababidan aeroplan va poyezd qatnashlari amaldan qoldirildi. Xitoyning o'rta qismiga joylashgan Xubey o'lkasining Yichang shahrida 49 poyezd qatnashi amaldan qoldi. 4000 dan ortiq yo'lovchi salbiy ta'sirga uchradi. Anshi, Tujia va Miao avtonom rayonida tok liniyalari og'ir ziyonga uchradi. Buningdan boshqa yana Henan o'lkasida boshlang'ich va o'rta maktablar dars to'xtatishga majbur bo'ldi. Anxuy o'lkasining Xifay shahridami yasli, boshlang'ich va o'rta maktablar bugundan boshlab 6 kunlik dars to'xtatdi. Xitoy Avasiya sanoat shirkatining Karnok.com to'rida e'lon qilingan sonliq ma'lumotlarga asoslanganda, Xitoy miqyosida vatanimizni o'z ichiga olgan 17 aerodromda aeroplan uchish yo'llari muzlab ketganlikdan aeroplan qatnashi to'xtatildi. Bulardan boshqa yana 4 aerodrom vaqtincha butunlay xizmatdan to'xtadi. Xitoyda oldingi kuni meteorologiya markazi qattiq qor yog'adiganligi haqida xalqni ogohlantirish uchun seriq signal e'lon qilgan edi.